U mening otam. Odamlar oldida u mening otam edi. Ammo bu sozning o'ziyoq vujudimni titratishga, qalbimda qora xotiralarni uyg'otishga qodir. Onam u bilan turmush qurganida men 18 yoshga qadam qo'ygan, hayotni endi tushuna boshlagan, o'z dunyosi bilan yashaydigan oddiy qiz edim. Asl otam men go'dakligimda olamdan o'tgan, onam yillar davomida meni yolg'iz o'zi katta qilgan. Bizning sokin dunyomiz bor edi. Ammo uning uyimizga kirib kelishi go'yo quyoshli kunimizni qora bulut qoplagandek bo'ldi. Odamlar uchun u shunchaki onamning ikkinchi eri, oilamizning yangi ustuni edi. Men uchun esa u avvaliga eng katta qo'rquvim, so'ngra hayotimdagi eng mudhish xato va yagona chin muhabbatimga aylandi. Dastlabki yillar haqiqiy dozax edi. U baland bo'yli, qorachadan kelgan, yelkador, juda sovuq va jiddiy nigohli inson edi. Uning ovozi uyni larzaga keltirardi. Men undan o'lgudek qo'rqardim. O'zbek oilalarida qiz bolaning qadami o'lchovli, har bir harakati kuzatuv ostida bo'ladi. Uyda uning qadam tovushlarini eshitishim bilanoq o'zimni xonamga urardim. Nafas olishim ham sekinlashib qolardi. Kechalari eshigimni ichkaridan qulflab yotardim, chunki uning sovuq va teshkudek nigohlari yuragimga dahshat solardi. Tasodifan to'qnash kelib qolsak, ko'zlarimni yerga qadalardi. U hech qachon menga qo'l ko'tarmagan, menga nisbatan yomon so'z ishlatmagan, lekin uning sukuti har qanday jazodan battar edi. Onam uning oldida xuddi yosh boladek itoatkor, o'z fikriga ega bo'lmagan ayolga aylanib qolgandi. Uning bitta qovoq uyilishi onamni tipirchilatishga majbur qilardi. Men esa o'z uyimda, o'zim tug'ilib o'sgan hovlimda o'zimni qafasdagi asirdek his qilardim. Ba'zan ovqat ustida tasodifan uning ko'zlariga ko'zim tushib qolsa, tomog'imdan ovqat o'tmay qolardi. Uning qop-qora ko'zlarida shunday bir vahima bor ediki, men u ko'zlarda yirtqichni ko'rgandek bo'lardim. Men uni butun bor vujudim bilan yomon ko'rardim. Uning hayotimizda borligidan, onamning unga qaramligidan nafratlanardim. Har kuni Xudodan uning tezroq bu uydan ketishini, bizni tinch qo'yishini so'rab yig'lardim. Lekin inson qalbi naqadar o'zgaruvchan, taqdir o'yinlari shafqatsiz va tushunarsiz ekan. Hammasi o'sha sovuq noyabr oqshomidan boshlandi. Onam uzoq qarindoshimizning azasiga, qo'shni viloyatga bir necha kunga ketgan edi. Men uyda yolg'iz edim. Kechqurun to'satdan qattiq shamol turib, butun mahallada chiroqlar ochib qoldi. Qorong'ulikda vahima ichida sham qidirarkanman, oyog'imni qattiq jarohatlab oldim. Qorong'ulik, og'riq va yolg'izlik qo'rquvidan yig'lab yubordim. Men o'rnimdan tura olmasdim. Shu payt eshik ochildi. U ishdan qaytgan edi. Meni qorong'uda, sovuq polda yig'lab o'tirganimni ko'rib, u o'zini odatiy sovuqqonligini unutdi. U yonimga yugurib keldi, dahshatga tushgan ko'zlari bilan menga qaradi va meni o'zining katta, kuchli qo'llari bilan xuddi yosh boladek ko'tarib oldi. U meni divanga yotqizib sham yoqdi. Sham yorug'ligida men uning butunlay boshqa inson ekanligini birinchi bor ko'rdim. Uning qo'llari shunchalar ehtiyotkor va yumshoq, ovozi shunchalar muloyim ediki, men o'zimning qattiqqo'l o'gay otamni emas, balki qalbimni tushuna oladigan, meni himoya qiladigan insonni ko'rdim. U jarohatimni bog'larkan, ko'zlarimiz to'qnashdi. Bu avvalgi sovuq nigohlar emas edi. Bu nigohda qandaydir iztirob va qandaydir olov bor edi. O'sha lahzada nimadir uzildi. Mening vujudimdagi qo'rquv muz kabi erib, aqldan ozdiruvchi bir his egalladi. U yarim tunda yonimda o'tirib, qo'rquvdan qaltirayotgan qo'llarimni ushladi. "Qo'rqma, men shu yerdaman", dedi u pichirlab. O'sha kecha u mening yonimdan jilmadi. Shundan so'ng uydagi muhit tubdan o'zgardi. Bizning munosabatlarimiz asta-sekin, pinhona rivojlana boshladi. Avvaliga shunchaki nigohlar, onam yo'qligida aytilgan ehtirosli so'zlar. Keyin esa bu nigohlar qarshilik qilib bo'lmaydigan ehtirosga aylandi. Qo'rquv o'rnini shunday kuchli his-tuyg'u egalladiki, men o'zimni taniy olmay qoldim. Biz bir-birimizni sevib qoldik. Bu oddiy sevgi emasdi, bu aqldan ozdiruvchi, butun vujudni yondiruvchi, xatarli va yovvoyi bir muhabbat edi. Bizning har bir alangali yotishlarimiz xavf bilan, chuqur gunoh hissiga aylangan edi.
Jamiyatning qattiq qonunlari, o'zbek mentaliteti, or-nomus, uyat, el-yurtning gapi va eng asosiysi, onamning ko'zlari. Bularning barchasi bizni la'natlardi. Biz jar yoqasida turardik. Lekin biz o'zimizni to'xtata olmasdik. Uyda yolg'iz qolgan daqiqalarimiz biz uchun yashirin jannatga aylanardi. Uning quchog'ida men o'zimni dunyodagi eng xavfsiz, eng go'zal va eng baxtli ayoldek his qilardim. Uning lablari menga hayotimdagi eng shirin, ammo eng zaharli bo'salarni hadya etardi. U menga shu qadar ko'p mehr berardiki, hayotimda hech kim meni bunday e'tibor, bunday sevgini bera olmagandi. U meni shunchaki yaxshi ko'rmasdi, u meni his qilardi, mening ruhimni oqirdi. Biz tunlari sirlashib, uzoq suhbatlashardik. U o'zining qattiqqo'lligi ortidagi azoblarini, bolaligidagi qiyinchiliklarni aytib berardi. Biz odamlar uchun o'gay ota va qiz, ammo yolg'izlikda bir-birisiz nafas ololmaydigan telba oshiqlar edik. U menga seni bu yerdan olib ketaman. Odamlar bizni tanimaydigan olislarga ketamiz. Men sensiz yashay olmayman derdi. Men unga ishonardim. Bu sevgi ko'zimni ko'r qilgandi. Men o'z gunohimni, bu munosabatning qanchalar jirkanch va kechirib bo'lmasligini unutib qo'ygandim. Bizning sirlarimiz olovga o'xshardi. Biroq bu yolg'on ustiga qurilgan muhabbat uzoqqa bormasligi ma'lum edi. Shunday ham bo'ldi. Bizning baxtimiz sindi va uning siniqlari mening yuragimga qadaldi. Bunday katta gunohning, bunday xiyonatning jazosi bo'lmasligi mumkin emasdi. Onam asta-sekin nimadandir shubhalana boshladi. U bizga boshqacha qaraydigan, uyda uzoq vaqt sukut saqlaydigan bo'lib qoldi. Uyimizdagi havo yana azobli tarzda o'zgardi. Lekin bu safar u qo'rquvdan emas, balki fosh bo'lish dahshatidan edi. Bizning har bir xatoyimiz butun bir oilaning, ikkita insonning hayotini do'zaxga aylantirishi, sharmandalik bilan teng bo'lishi mumkin edi. Vaziyat taranglashganini ko'rib, u qat'iy qaror qildi. Biz qochishimiz kerak dedi. U hamma narsani rejalashtirdi. Biz Rossiyaga ketishga kelishib oldik. Chiptalar, yashirin yig'ilgan pullar, hammasi tayyor edi. Qochish kuni etib belgilandi. O'sha kecha u uydan ish bahonasida ertaroq chiqib ketdi. Men esa tunda, onam uxlaganda ko'cha boshidagi eski avtobus bekatiga borishim, u yerdan uning mashinasiga minib, temir yo'l vokzaliga yo'l olishimiz kerak edi. O'sha mash'um kecha. Tabiat ham xuddi bizning qilmishimizdan nafratlangandek isyon ko'tarardi. Yomg'ir chelaklab quyardi, momaqaldiroq gumburlashi yuragimni yorib yuboray derdi. Go'yo osmon teshilib, bizning katta va kechirib bo'lmas gunohlarimizni yuvmoqchi bo'layotgandek yig'lardi. Men qo'limda kichkina sumka bilan qaltirab, qorong'u ko'chalarda kelishilgan joyga yugurdim. Bekatga yetib keldim. Yarim soat kutdim. 1 soat o'tdi. 2 soat. U yo'q edi. Yuragimni vahima bosdi. Yomg'irda ivib ado bo'ldim. Qo'l telefonimdan unga 1000 marta qo'ng'iroq qildim, chaqirilayotgan abonent xizmat doirasidan tashqarida. Yomon narsa sodir bo'lganini vujudim bilan his qilardim. O'sha tunda ko'chada, vahima ichida ertalabgacha uni kutdim. U kelmadi. Tong otdi. Yomg'ir tindi, lekin mening ichimdagi bo'ron endi boshlanayotgan edi. Men noiloj qalbimda ming xayol va ezuvchi qo'rquv bilan uyga qaytishga majbur bo'ldim. Uyga yaqinlasharkanman, ko'chamiz boshida qandaydir halahovur ekanini ko'rdim. Darvozamiz oldida to'plangan odamlar, tez yordam va militsiya mashinalari ko'zimga balodek ko'rindi. Hovlimizdan eshitilayotgan onamning faryodi butun mahallani tutgandi. Yuragim to'xtab qolgandek bo'ldi. U avtohalokatga uchragan edi. Tunda meni olib ketish uchun shoshilib kelayotganda, kuchli yomg'ir va sirpanchiq yo'l tufayli mashina boshqaruvini yo'qotgan. Katta tezlikda kelayotgan yuk mashinasi bilan yuzma-yuz to'qnashgan. U vokzalga olib boradigan katta trassada voqea joyining o'zidayoq jon bergandi. Men nima qilishimni, nima deyishimni bilmasdim. Hamma onamga ta'ziya bildirardi. Men esa faryod chekolmasdim. O'gay qiz sifatida qora ro'mol o'rab, bir chetda odamlardan yuzimni tosib jimgina yosh qotardim. Odamlar menga achinib qarab,
Bechora qiz o'gay bo'lsa ham qattiq bog'lanib qolgandi. O'z otasidek ko'rardi deb o'ylashardi, yupatishardi. Ammo mening ichimda butun bir koinot, mening yagona baxtim yonib kul bo'layotgan edi. Men o'z sevgilimni, hayotimning mazmunini, qalbimning egasini yo'qotgandim. Eng dahshatlisi shunda ediki, men o'z dardimni, haqiqiy yo'qotishimni hech kimga ayta olmasdim. U mening o'gay otam edi. U mening eng katta dahshatim, yagona muhabbatim va butun umrlik qora fojiam bo'lib qoldi. Endi men bu sirni o'zim bilan qabrgacha olib ketaman.